Müslimimizde şigu ustalıkların üzleştirişi xатын kızlar sonu günden gün arta. Ko'rgazmaga o'zining ishlarini taqdim etgan Indiya Latipova so'zi bo'yicha u 30 yil bo'yi pochtada xatlar taratib bergan. Ishdan qaytgach shiguga o'tira turgan bo'lgan. Loyiqli yolg'iz chiqish qo'l ishlari bilan yoshiroq o'tira boshlagan. Pensiyaga chiqqach ko'ra ishlay boshladim. Boshqa ishlar o'yladik. Yashaganda hozir shiguga tuturib chekdik. Ko'rgazmada bo'lgan ishlarning tag'in bir avtori Komila Minhajeva. Bek yosh bo'lganiga qaramasdan bor yoqlab talantli ol Komila. Enisining o'qulu, nafis so'zga usta, o'quvda da sinatmay. Yetmasa, qo'l ishlari bilan da shug'ullanirga yarata ekan. Shigu ol endi mening hobbim. Ammo lekin menga qolsa o'quvchi qizlarga, yosh qizlarga kelajakda haligi hunarlar kerak bo'lacak. Indiya Latipovaning do'sti bo'lib, Komila Minhajovaning ustozi bo'lib kelgan Shoraning bir qonog'i rayonimizning eng ustoz shiguvchilarining birsi Roza Nizamovada ko'rgazma turida o'zining fikrlari bilan bo'lishdi. Milletimizning turli shigu usullarini öğrendim. Hem idagina turmuşa mekteplerge, gimnaziyaga, liseyga, kitapxonalarga balalarını jiyip tükerekler uyushtirdim. Zorlar bilan da ishladim. Shorada shulayq Musa Jalil o'quvlari video konkursi laureatlari chiqish yasadi. Ular konkursga taqdim etgan she'rlarini so'yladi. Ularga diplomlar ham istalikli bo'laklar topshirildi. Ko'rgazma avtorlari shishak bayramlari bilan bo'laklandi. Remila Salamova, Dinar Nuriddinov, Muslim televideniyesi.